Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xormang, siz bilan Salomat bo'ling. keling birinchi tanishib olaylik. Ismingiz? Ashur Jo'rayeva Ashurgul. Ashur opa. Ashur opa, qayerdansiz? Qaysi shaharda turasiz? Dinov shahridanman, Surxondaryo Dinov shahridanman. Ajoyib. Men eshitib qoldim, mana hozir sizdan bizni Beverly Club mahsulotlaridan ajoyib natijalar olibsiz. Keling shu natijalaringizni o'rtoqlashsangiz, bu haqda qolganlar ham eshitishlari uchun, o'zlariga tegishli xulosa chiqarish uchun. Ashur opa, qachondan beri Beverly Clubni Magic Pack mahsuloti bilan tanishsiz? Mening bu nimaga kirishim, men bir 15 yildan beri sahrni diabetga kasallangan edim. Bu hamma dorilarni ichdim, doktorlarga bordim. Hammasi dorilar yozib berdi. Ozgina yaxshi bo'lardim, yana ham baribir qo'zg'ab turar edi. Keyin mana shu taqdir taqozosi bilan qizim mana shu Beverly kompaniyasiga a'zo bo'ldi. Qachon bo'ldi bunga? Bunga bir 5 oy 6 oy bo'ldi-da, qizimni a'zo bo'lganiga. Keyin menga aytdi, onajon, mana shu kasalingizni davosi bor, mana shunday dorilar kelibdi, mana shunday ximikat emas, tabiiy preparatlar, shulardan olib iching deb aytdi, menga maslahat berdi. Keyin men mana shu kalsiy tabletkasini olib ichdim. Minerallar kompleksi. Minerallar kompleksini olib ichdim. O'sha 6 oy bo'ldimi? Yo'q, menga 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. 3 oyda 2 karobka ichdim, 2 pachkasini ichdim. Qanaqa dozda ichdingiz? Ertalab nahorda 2 tadan tilimni tagiga tashladim. Keyin yotib, yo'q, kechqurun qilmadim, faqat ertalab. Ertalab 2 pachka olib ichdim. O'zimda oldin juda ham noxush sezardim. Juda ham oyoqlarim og'rirdi, qaqshardi, juda ham oyoqlarimda uqalatib yotardim. Kechasi bilan nevaralarimga, kelinlarimga uqalatib, keyin uxlab qolardim. Uni vrachlarga ko'rsatganmidingiz? U nima dedi? Qanaqa kasallik? Vrachlarga ko'rsatgandim. Har yil dam olishlarga borardim, azikrit olardim, parafen olardim. Baribir yana qo'zg'ardi narsa. U nima uchun bo'lar ekan? U sahrdan bo'lar ekanda. Endi shuni bilishimcha, sahr mana shu dorini olib ichganimdan keyin oyoqlarim qoqshab, mana shu bezovta, juda ko'p bezovta bo'lardim. Keyin yana nimjon edim. Holsizlanib qolardim. Kuchim, quvvatlarim kamayib qolgan, juda kamayib. Mana sochlarim ham to'kilib boshladi. Tishlarim ham ancha bo'shashib, juda nima bo'lib qoldim. Bu oxirgi qancha vaqtda bu davom etdi? Bu mana shu oxirgi mana shu 3 oy oldin. 3 oy yo'q, mana bu tish to'kilishi, shu og'riqlar qanchadan beri sizni bezovta qiladi? Meni ancha vaqtdan beri bezovta qiladi. 5 yil 6 oy bo'ldi. 6 yil bo'ldi. Menga ana shu kasallikka chalinganimga pashti bir 6-7 oy bo'lib qoldi-da. Shundan beri shu so'z yurardim. Dori-dorman qilib yurardim-da, bunchalik darajaga yetmagan edim. 3 oy oldin ichishni boshladingiz. 3 oy oldin. Faqat ertalab 2 tadan. Ertalab 2 tadan ichdim. Keyin mana shu oyoqlarimda og'riqlari ham asta sekin kamayib bordi. Quvvatlarim ham o'zimga keldi. O'zim yaxshi yuradigan bo'ldim. Mana shu biron joyga borsam, bolalarimni ilk mana shunday olib yurardim. Yurayotganimda ham oyoqlarim xuddi bir yiqilib ketsam, bir qiyshayib ketsa yiqilib ketadiganday yurardim. O'zimga ishonarsiz yurardim-da. Asta sekin yuradigan bo'lib qoldim. Keyin mana shundan keyin shu dorilarni ichganimdan keyin o'zimni juda yaxshi his qildim. Juda chiroyli yuradigan bo'ldim. O'zimcha bemalol yurib ketadigan bo'ldim. O'zim ishlayman. Hozir qarisam ham ishlab yuribman, lekin doktorlar aytgan ishlab yuring degan. Mana shu ishga ham kelaman, boraman, juda yengil, o'zimni yengil his qildim. Juda yaxshi bo'ldim. Hozir og'riqlarim ham yo'qolgan. Oyoqlarimda umuman og'rig'i yo'q. Hammasi joyida. Keyin mana shu yuraklarim ham bir infarkt olib qo'ydim. Keyin mana shu doktorlar qancha bo'ldi infarktingizga? Mana shu endi 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri ichganim yo'q edim. Keyin bu kalsiyni ichib bo'lganimdan keyin qizim aytdi, onajon, yana shu ko'yizimni ham iching, mana yuraklarga ham foydasi bor ekan. Men hozir qatnashyapman, ko'ryapman, eshityapman, hamma narsani bilyapman. O'zi a'zo bo'lgan. Keyin men shu o'zim ham keyin mana shu dorini ichganimdan keyin o'zimga ishonganimdan, og'riqlari qolganidan o'zim ham a'zo bo'ldim. Koenzim Q ichishni boshladim. O'zi ichishni ham boshladim, oldim, ichdim. Hozir mana yuraklarimda sanchishlari yaxshi. Juda ham yaxshi turibman, og'riqlari yo'q. O'zimni juda ham chiroyli his qilib yuribman. Xudo o'zim ham a'zo bo'lganman. Mana shu a'zo bo'lib. Qancha bo'ldi a'zo bo'lganingizga?
bir 3 oy bo'ldi a'zo ichishni bo'lgan. boshlab keyin Ha, a'zo bo'lgan shu ekansiz. ichishni boshlab o'zimda og'riq tugagandan keyin og'riqlari yaxshi bo'lgandan keyin men a'zo bo'ldim. Ungacha qizingiznikini olib ichdingiz. Ha, qizim olib berib ichib turuvdim shundan keyin. Zo'r. Ha, juda yaxshi. Ajoyib natijalar. Katta rahmat. Bu natijalarni qolganlar ham